Ertaga to'yim. Qo'lingizdan kelsa, Xonqali Parin aytgan yarini to'yimga olib keling. Yo'q deysa olibkudan, lekin sizlar uchun o'rnik beraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qarmang. Siz yaxshimi? Uzr bezat aytdim. Obunachalarim menga shart berdi, bunda qilamiz. Xullas, men obunachalarim shart berdi. Yari bilan ko'rishib, baxtimni qaradimmi, Xivodan degan qo'shiqni to'yimda aytib, bilmaysiz degan shart berdi. Oddiy boshqa shart bo'lsa, unda tavarali bilan men to'yga chiqib bilaman, lekin to'g'risi. To'y yomon narsa emas. Birdana qo'shiq aytib berasiz. Endi boshqa shart bo'lsa, unda tavarali men to'g'risi to'yga chiqib bilaman, lekin uzrli. To'yga chiqib berolmaysiz. Yo'q, uzr. A few moments later. Do'stlar, iloji yo'q narsaning o'zi yo'q. Yana kimni to'yini kimni chaqirib bering. Davay keng shartni kommentariyga yozib qoldiring va videoga bir like bosib obuna bo'ling.